narx oshirishga sabab bo'ladigan 5 ta omil. Nimaga shu paytgacha menga hech kim aytmagan shuni. Men asosiy fishkam ham shu deb o'ylayman. Bu hammasi siz uchun oddiy narsalar bo'lishi mumkin. Har 5 ta barberdan 3 tasi uchadigan muammo bu konsultatsiya. Konsultatsiya deganda ko'pchilik shunchaki mijozdan siz qanaqa soch qolaysiz degan savolni tushunadi. Aslida konsultatsiyani 4 etapli bosqichlari bor. Konsultatsiyasiz soch olishni boshlab ketish mijoz 100% rezultat olmasligiga sabab bo'ladi. 100% rezultat olmagan mijoz tabiiyki qaytib kelmaslik ehtimoli 80% ga oshadi. 4 bosqichli konsultatsiya orqali siz birinchi o'rinda mijoz va barber o'rtasidagi qo'rquvni yo'qotasiz. Ya'ni mijozni ichida hech qilib meni to'g'ri tushundimmi ekan degan qo'rquv, barber ichida hech qilib meni to'g'ri tushundimmi degan qo'rquv. Ikkalasi bir xil qo'rquv sababli proses qiyinlashadi. Birinchi etap tashqi ko'rinish, ya'ni vizualniy analiz. Tabiiyki mijozni kirib kelishida birinchi bo'lib ko'zimiz tushadigan narsa bu mijozni stili. Misol uchun klassika kiyingan bo'lishi mumkin yoki zamonaviy oversize kiyimlar kiyib kelgan bo'lishi mumkin yoki-da pol klassika. Shunga qarab analiz hamma qila oladi menimcha. Misol uchun klassik obrazda kelgan klient uchun siz crop taklif qilmaysiz, undercut taklif qilmaysiz. Tabiiyki klassik obrazdagi insonlar aniq konturlar va aniq farq ochilib taklif qilishingiz mumkin. Old money, side part yoki pompadour sochlarni, aksincha zamonaviy oversize kiyimlarda bo'lsa, mallet, crop, undercut shu kabi sochlarni taklif qilishingiz mumkin. O'sha bizda taxminiy obrazlar shakllandi. Ikkinchi etap, bu ham eng muhim etaplardan mijozni xohishi. Albatta birinchi o'rinda mijozni xohishi turadi. U nima xohlaydi? Uzun soch xohlashi mumkin, kalta soch xohlashi mumkin yoki o'zi aniq bir taklif bilan kelishi mumkin. Misol uchun old money, side part, crop shunga o'xshagan. Biz nima qilamiz? Mijozni xohishini to'liq eshitib, undan keyin keyingi etaplarning analizini birlashtirib, keyin taklif berishimiz kerak. Keyin uchinchi etap bosh va yuz formasi. Mijozni xohishini eshitdik, bizda vizualniy analiz bor. Endi bosh formasini o'rganib chiqamiz. Kimdadir orqasi pachaqroq bo'lishi mumkin, kimdadir ikkita yonlari kirib ketgan bo'lishi mumkin, tepada g'urra, shunga o'xshagan analizlarni qilib chiqib, yuz shaklini o'rganib chiqib, bizni taklif berishimiz kerak. Aynan u xohlagan narsa mijozga to'g'ri keladimi, yo'qmi, yoki mijozni bosh formasini yana ham chiroyli ko'rsatish uchun boshqa stilda to'g'ri keladimi? Shulardan kelib chiqib taklif beramiz. Undan oldin 4-etapimiz bor. Buni обязательно qo'shishimiz kerak. Soch tuzilishi, ya'ni soch strukturasi bu juda ham muhim hisoblanadi. Masalan, mijoz xohlayotgan bo'lishi mumkin o'rtacha uzunlikdagi soch, lekin soch yojik bo'lishi mumkin. Bilamiz, yojik sochlar o'rtacha uzunlikda turib qoladi. Uni tarash juda ham noqulayliklar tug'diradi. Yoki bo'lishi mumkin sochi jingali yoki valnisli bo'lishi mumkin. Qanaqadir tekis taraladigan sochlar xohlashi mumkin. Ularga bizni soch teksturasidan kelib chiqib taklif berishimiz kerakki, aynan shu sochiga to'g'ri keladigan stil tanlasak, u kun davomida ukladka qilib yurishga ham, soch formasi uzoq muddatga chidashiga ham ancha qulay bo'ladi. Eng asosiysi bu hammasi siz uchun oddiy narsalar bo'lishi mumkin. Chunki siz shu sohada necha yildan beri ishlab kelyapsiz, bu muammolar bilan har kuni yuzlanasiz. Lekin sizga kelayotgan mijoz har doim bu narsalar haqida bosh qotirishga vaqti yo'q. Bu uchun har bitta aytgan gapingiz yengillik bo'lishi mumkin. Men o'zimda juda ko'p bo'ladi. Men asosiy fishkam ham shu deb o'ylayman. Kelgan mijozga maksimal darajada o'zini boshini, sochini to'liq tanishtirishga harakat qilaman. Odatda reaksiya shunaqa bo'ladiki, nimaga shu paytgacha menga hech kim aytmagan shuni. Shu paytgacha aytishganda men shuni to'g'rilagan bo'lardim. Aytganingiz uchun rahmat deb misol uchun shunaqa yaxshi komplimentlar bo'ladi. Eng asosiysi
Bu konsultatsiyadan keyin mijozni ishonchi sizga уже 100% bo'ladi. Siz professionalligingizni haqiqatdan isbotlagan bo'lasiz. Aynan shu uchun har bitta etapni professional darajada mijozga yetkazib berishimiz kerak. Bunaqa konsultatsiyadan keyin klient 80% boshqa masalaga bormaydi. Shunga o'xshagan qiziq va foydali videolarni yo'qotib qo'ymaslik uchun обязательно подписка qilib qo'ying. Bundan keyingi videomiz narx oshirishga sabab bo'ladigan 5 ta omil haqida bo'ladi.